Uyda o'sadigan gullarni qanchalik yaxshi ko'rishimni bilasiz. O'zimga o'xshab gul yaxshi ko'radiganlarga bugun zo'r joyi ko'rsataman. Haftada 1-2 marta katta mashinalarda shunaqa korobka gullar keladigan joyga bordim. O'zingizlar uyda o'stirib, xohlaganingizda uzib yeydigan mandarindan tortib, gullab turadigan orxideyalargacha. Lekin faqat tomosha qilmadim, shunchalik yoqqanidan korobkalarni ochib raspakovka ham qilishib yubordim. Shu ko'rib turgan hamma korobkalaringizda ehtiyotlab solingan bir-biridan chiroyli gullar bor. Oxirgi payt buketlardan ko'ra shunaqa gullar podarka qilishsa ko'proq xursand bo'laman. O'zingizlar uyda o'stirsanglar-yu, shunaqa gullab tursa qanday mazza. Orxideyalarni-yu undan ortiq rangi bor. Oldinda 8-mart hayit bayramlari oyingizga yoki turmush o'rtog'ingizga shunaqa gullar podarka qilsangiz, 1-2 kunga emas, ancha vaqtgacha xursand bo'lib yuradi. Undan tashqari bu gullar faqat chiroyli emas, xonani havosini tozalab ham turadi. Men ham uyimga har xil gullar tanlab oldim. Shunchalik gul ko'pligidan qaysi birini olishni bilmay qolasiz. Xullas, o'rtoqlar, ko'p gapirmayman. O'zingizlar kelib bir marta ko'rib ketmasanglar bo'lmaydi. Sizga pastda shu gul teplitsasini, profilini va adreslarini yozib qoldiraman. Mabodo bora olmaydigan bo'lsangiz, o'zingiz rasmlardan tanlab zakaz qildirsangiz ham bo'ladi.